Xohlasangiz Moskvadan ish, xohlasangiz Podmoskvadan ish. Официальный ishlar ham bor, neofitsialniy ishlar ham bor. Kimki dokumenti bo'lsa ofitsialniy ishlaydi, kimda dokumenti yo'q bo'lsa neofitsialniy ishlaydi. Bir oyda 2 marta oylik beradi, zadeshkasi yo'q va har hafta avansi bor. Agar siz Rossiyaga, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'izistondan kelmoqchi bo'lsangiz, taksi pullaringizni to'lab beradi. Rossiyaning любой territoriyasida bo'lsangiz, ishingiz o'xshamayaptimi? Bizning menejerlarimiz sizga ish topib berishga yordam beradi va to ishxonaga yetib kelguncha yordam berib, taksi pullaringizni to'lab beradi. Rossiyaning qaysi territoriyasidan farqi yo'q. Kelmoqchi bo'lsangiz, taksi pullingizni to'lab beradi. Necha pul bo'lishidan qat'iy nazar. Juda ham ko'p ishlarimiz bor. Dokumentingiz bormi, yo'qmi, absolyutno farqi yo'q. Dokumentingiz bo'lsa, ofitsialniy ishlarga qo'yamiz. Dokumentingiz yo'q bo'lsa, harakat qilamiz dokumentlaringizga yordam berishga. Shu videoga bir donadan like bosamiz va musofir do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Rossiyada agarki siz dokument qilishga qiynalib turgan bo'lsangiz, Sabr Musofir kanali sizga dokumentlaringizga yordam beradi. Любой namud dokumentingizga yordam beradi. Registratsiya deysizmi, patent deysizmi, sertifikat, trudовой договор va boshqa dokument original 100% bazadan chiqadigan dokumentlar. Glavnisi arzon narxda. Akalar, opalar, ekrandagi nomerlarga срочный aloqaga chiqinglar. Kimgaki qanday dokument kerak bo'lsa, dokumentini nomini aytasizlar, tez orada qilib berishadi. Glavnisi Moskvaning любой metrosigacha dastavkasi bepul. Akalar, opalar, срочный ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, dokumentlaringizni to'g'rilab oling. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlar uchun ish chiqaryapman. Dokument, bez dokument farqi yo'q, absolyutno. Xohlasangiz dokumentli ish bor, xohlasangiz bez dokument ish bor. Xohlasangiz taksi pulini to'lab beradigan ishlar bor. Rossiyaning любой territoriyasidan ishga kelsangiz bo'ladi. Dokumentlaringizga yordam beradi va taksi pullaringizni to'lab beradi. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan ham kelsangiz bo'ladi bu ishga. Taksi pullaringizni to'lab berib, dokumentlaringizga yordam beradi. Faqat konkretni ishlaydigan akalarimiz, iltimos, opalarimiz kelsa bo'ladi bu ishga. Har xil odamlar, darmayet odamlar iltimos kelmasin bizga. Bizga undaq odamlar keragi yo'q. Vaqtimiz zoq bo'ladi. 2-3 soat vaqtimizni, 2-3 kun vaqtimizni oladi-yu va ishxonaga yetib kelgandan keyin yana ishi yoqmadi, unday bo'ldi deb ketaveradi. Sizlar Rossiyaga ishlagani kelyapsizlarmi yoki bo'lmasam o'ynaganimi? Qani kimki ishlagani kelyapti turgan bo'lsa, kommentariyaga o'tib, kommentariyaga yozib qo'yamiz. Konkretniy ishlaydigan odamlar kelib ishlashyapti va pullarini olishyapti. Ishlamaydigan odamlar любой joydan bahona topadi. Любой joydan bahona topib ishlamaslikka harakat qiladi. O'zi Rossiyaga nima uchun kelgansiz? Ishlaganimi yo vaqt o'tkazganimi? Keladi bir kun, 2 kun bitta ishxonada vaqtini o'tkazadi, yo'qman deydi. Yana bir kun, 2 kun va boshqa ishxonada vaqtini o'tkazadi. O'zini pulini ishlatib yuraveradi, ishlagan pulini aqab oladi, baqa keladi. Bu ahmoqlik hisoblanadi birinchisidan. Ishlaydigan odamlar keladi-yu, konkretni ishlaydi, qarab o'tirmaydi, hech kimning gapiga quloq solmaydi. Bir oyda 2 marta oylik beradi, yotoq joy beradi, registratsiya qilib beradi. Bu ishxonalarda hammasida bas lekin. Yotoqxona, проживание, hammasini условиясini как надо qilib beradi. Sizlar uchun kelasizlar, faqat ishlaysizlar, pulni olasizlar. Birinchi ishdan boshlayman. Ishlar juda ham ko'p, lekin ko'p odam kerak emas. Bitta skladga 4 ta 5 ta odam kerak, bitta skladga 10 ta odam kerak, bitta skladga yana 4 ta 5 ta odam kerak. Uncha ko'p odam ham kerak emas. Joylar to'ldimi, keyin zaявkani bekitamiz, yana va boshqa yangi obyektlarda olamiz. Xudo xolasa, joylar to'lgandan keyin harakat qilinglar, joylarni zayn qilinglar, telefon qilib, shu 2-3 kun ichida o'sha joy ham to'lib qolishi mumkin. O'sha uchun harakatlaringizni qilaveringlar. Birinchi ishimizdan boshlaymiz. DNS skladiga грузчиклар kerak. Bez объем ishlayman degan akalarimizga mana ish bor. 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimizni qabul qiladi. Dokumentingiz bormi, yo'qmi, absolyutno farqi yo'q. Grajdanstvasi ham farqi yo'q. Bemalol kelasizlar, ishlaysizlar. Bir oyda 2 marta oylik beradi, yotoq joy beradi. Agarki yangi kelgan bo'lsangiz, dokumentlaringizga ham yordam beradi. Va avans ham berib turadi. To oylikka kirib olguningizcha avans bilan podдержка qilib turadi. Nima ish qilinadi deb so'raysizlarmi? Videosini qo'yib o'taman, videosini ko'rishlaring mumkin.
passos lentos, em passos lentos, de joelhos no altar, de joelhos no altar, numa oração, numa oração. Que horas realmente são? Que horas realmente são? Tempos de ficção, tempos de ficção, tempos de consolação, tempos de consolação, fluindo pelo espaço, fluindo pelo espaço, flutuando como um pássaro, flutuando como um pássaro, no meu silêncio. İkinci işimiz Moskvadan iş so'ragan akalarimiz, opalarimizga Moskvadan ish bor. Moskva dokumenti bilan qabul qiladi. Bir oyda 2 marta oylik beradi, har hafta avansi bor. Undan tashqari yotoq joy beradi, registratsiya qilib beradi. Qaysidir skladda ikkita sklad bor bu yerda. Bitta skladda obed ham beradi, yotoq joy ham beradi, registratsiya ham qilib beradi va ikkinchi skladda yotoq joy bilan faqat registratsiya beradi. Bir oyda 2 marta oylik beradi, har hafta avansi bor. Butulka skladi korobkalarda upakovka qilingan bo'ladi, korobkalangan bo'ladi. O'shalarni paletka terib, mashinga yuklab, komplektovщик kerak, bu yerga грузчик kerak. Ham объемga ish bor, ham kunlikka ish bor. Kunlikka ishlayman desalaring 3,5 ming rubldan smenasi. Объемga ishlayman desalaring, объемga 5,000-6 ming rubl ishlasalaring bo'ladi. Mana kunlikka ham ish bor, объемga ham ish bor. Qaysi biri ma'qul kelsa kimga? Qaysi biri? Kimgadir kunlik ish ma'qul, kimgadir объем ish ma'qul. Mana ikkalasidan bittasiga kelasizlar, ishlaysizlar. Akalar, opalar, yana qanday ishlarni chiqaray? Kommentariyaga o'tinglar, kommentariyning gazini bosinglar, yozinglar. Qancha ko'p kommentariy yozsalaring, shuncha kommentariyalarni o'qib ish chiqaraman. Hozircha sizga dahuya obyektimiz bor, lekin obyektlarimiz hammasi почти to'lib qolgan. Choy fabrikasidan, salat sexidan, mebelnidan, arnika va boshqa skladlarda, sexlarda ishlarimiz bor edi. Ular hozirdan moment to'lgan. O'sha uchun sizlarga yangi ishlarni chiqaryapman. Harakatlaringizni qilinglar, ekrandagi nomerlarga srochniy aloqaga chiqinglar, joylarni zaynat qilinglar va kelinglar joylashinglar. Faqat konkretni ishlaydigan odamlar kelsin. Har xil bekorchilar iltimos telefon qilib vaqtimizni olib o'tirmanglar. Undaq odamlarga sразу javobini beradi, короче, uzoqroq jo'natadi-yu. Kerak bas bizga, короче, undaq odamlar. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Xayr.